O, kız uçağına. Hali bo'ladi, hali tugamaydi bu. Uka birga to'laylik demaysizmi? 80. 80. 90 aytaymi? 90. 90. 1190 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari kim ko'proq bermoqchi? 1190. Amidjon. 1190 sanashni boshlaning. 1191 qo'shildi. 10 200 ga chiqdik. 1200 bo'pti. 10 ko'taramizmi? 10 ko'taramiz biz. 1210. Pastga ketish yo'q. Sizga harakatlar qarayapti. O'tadi unda. Sizlar aytdinglarmi 20 mi? Biz aytdik. Ha, bo'lmasa bizda 30 mi? 30. 1230. Xuddi o'zim qo'limdek cho'ntakka qo'llarimni solib. 1230. Biz tarafdan. Yo'tari. Kerak bo'lsa qaynamdan qarz olib kelib bo'lsa ham shu qo'yni olaman deb azobga kirib qolishi. 40. 1240 dollar. Haram. 50 bor biz tarafda. 1250 da turibdi. 1250. Hozir bu yerda bir aka aytayapti. 18.000 dollarga ham olishibdi. Nima endi 1250? Oladi, to'g'rimi? Sanashni chorvasiga baraka bersin. 1251. 1252. Oxirgisi 1253. 60. 3 ta aytib bo'luvdim. 60. 70. O ana kız. 1270 bormi zo'ri? 1270. Bilaman, pul ko'p. 80. 80 deyishdi. Nechida to'xtaymiz o'zi aka? Nima bo'ldi deyapti? 12 bergan. 90. 1290 biz tarafda. 300. Olaringlar. 1300 dollar turibdi. 1300. 13 ta 100 dollarlik kupyura. 1300 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari. Kim ko'proq berishga qodir? Bilaman, bu yerda juda ham ko'plab insonlar qodir, lekin kimi hisobi chiqadi deylik, ha? 1310 bor biz tarafda. Qo'yil, 1300 ancha barakali qo'ygan turibdi. 1310 bormi? Tezroq sanamasam. Xabar olib berib. 1311 bormi qo'shadigan? 1312 oxirgi imkoniyat. Qo'llar ham cho'ntakdan chiqib ketdi. Bormi yo'qmi? 1300 bor bizda. Dushmanim ham to'rniga. Aka nima qilaylik? 30 mi? 1330 bor bizda. 40 bor bizda. Qo'shningiz emasmi? Sizga o'chakishib qo'ygan kishi. Boraman olib. Sizlarda 40 mi? 1350. 1350 taklif etamiz ushbu qo'shimchalar uchun. Bormi? Tezda sanayman bu safar. 1351. Bormi? Orqadan odam chaqiryaptimi yoki baho beryapti? Aka, hozir sizga sotib qo'yamiz. Olmaz aka. 1352. Bo'ldi. 350. Endi to'xtatmanglar bizni. 1353 sotildi. Keling aka. Barakasini bersin. Hop. Alloh barakasini bersin. Mehmon bo'lganini oqlagan insonda. Chunki mana shu joydan nimadir xarid qilib ketyapti. Ko'z tegmasin. Alloh chorvangizga baraka bersin. Xayrli bo'lsin. Bitta qarsak chop qo'yinglar. Biz ham shunaqa 1300 ga deb olib bergan bo'lib ketaylik. Endi o'rtoqlar, Andijonda seleksiya natijalarimizdan yana bir namunani e'tiboringizga havola etmoqchimiz.